Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi darsimizda patent olish uchun rus tili imtihonida beriladigan 3-variantdagi 22 ta savolni ko'rib chiqamiz va bu savollarga to'liq va to'g'ri javob berishni o'rganib olamiz. Demak, video darsligimizni boshladik. Variant nomer 3. Audiирование. Bu birinchi savol audio ovoz qo'yib beriladi. Hamma variantlarda birinchi audio qo'yiladi. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Dialogni tinglab chiqib, birinchi va ikkinchi vazifalarga to'g'ri javob bering. Dialogimiz esa mana shu matnlar ikkita gap. Mana shu audio shaklida qo'yib beriladi. Здравствуйте. Мне нужен одноместный на 3 дня. Assalomu alaykum. Menga bir kishi yotadigan yoki bir kishi yashaydigan одноместный degani bir kishi sig'adigan 3 kunga kerak deyapti. К сожалению, свободных мест нет. Afsuski, bo'sh joylar yo'q. Endi mana shu audio yangrab bo'lgandan so'ng savol berilyapti. Они говорят, ular qayerda suhbatlashyaptilar? В кинотеатре, в магазине, в гостинице. Kinoteatrda, do'konda, mehmonxonada. Mehmonxona в гостинице javobini belgilaymiz. Chunki bu yerda bir kishilik, ikki kishilik degan gaplar bor. Endi ikkinchi savol. Вы услышали, что? Siz quyidagi javobni eshitdingiz. Есть свободные номера. Bo'sh raqamlar, ya'ni bo'sh xonalar bor. Нет свободных номеров. Bo'sh xonalar yo'q. Есть одноместный номер. Bir kishilik xona bor. Xo'sh, biz qanday javob eshitdik? O'sha audioda mana bu gapni eshitdik. К сожалению, свободных мест нет. Shuning uchun biz нет свободных номеров javobini belgilaymiz va birinchi audiomizga ikkita savolga ham to'g'ri javob bergan bo'lamiz. Keyingisi ham аудирование. Прослушайте объявление и выберите правильный вариант в заданиях 3 и 4. E'lonni tinglang va 3-4 savollarga javob bering. E'lonimiz mana shu gap audio shaklida yangraydi. Внимание! Наш банк изменил время работы. Теперь банк работает до 21 вечера часов. Diqqat, bizning bankimiz ish vaqtini o'zgartirdi. Endi bankimiz 21:00 gacha ishlaydi. Savol. Этот банк, bu bank nima o'zgarish qildi demoqchi? Открылся, ochildi. Закрылся, yopildi. Изменил часы работы, ish vaqtlarini o'zgartirdi. To'g'ri javob mana shu uchinchisi. Изменил часы работы. Shu audio bo'yicha keyingi savol. Теперь bank будет работать. Endi bank nechigacha ishlaydi? Qarang, chalg'ituvchi savol bu yerda. До 9 часов вечера, soat kechki 9 gacha, как обычно, har doimgidek, ya'ni odatdagidek yoki до 21 maya, 21 maygacha. Qarang, bu yerda 21 bor, bu yerda 21 bor, ammo biz mana bu 21 shu yerda bor ekan deb belgilasak noto'g'ri. Mana bu javobni belgilaymiz. До 9 часов вечера. Kechki 9 gacha ishlaydi deb. Shu bilan ikkita audiodagi savollarga to'g'ri javob bergan bo'lamiz. Keyingi bo'lim bu чтение, ya'ni o'qish bo'limi. Bu yerda biz ko'rib, o'qib, tushunib javob berishimiz kerak. Sharti: прочитайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni o'qib chiqib, to'g'ri javobni belgilang. E'lonimiz quyidagicha. Осторожно, опасная зона. Ehtiyot bo'ling, xavfli hudud. Endi savol. Вы можете увидеть это объявление. Bu e'lonni siz qayerlarda ko'rishingiz mumkin? Va 3 ta javob. В ресторане, restoranda, настройки, qurilishda,
v avtobusi avtobusda. Albatta biz buni qurilishda ko'ramiz. Чтение bo'yicha ikkinchi va oxirgi savol bor. Yo'q, ikkita savol bor o'qish bo'limidan. Shuning uchun to'g'ri javob berishimiz muhim. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. E'lonni o'qib chiqib, to'g'ri javobni belgilang. E'lonimiz esa quyidagicha o'qib chiqishimiz kerak o'zimiz. Меня зовут Лейла. Сегодня утром мы с сыном ходили на экскурсию по городу. Весь день была хорошая погода. Мы гуляли до самого вечера, пришли домой поздно. Tarjimasi. Mening ismim Leyla. Bugun ertalab biz o'g'lim bilan shahar bo'ylab ekskursiyaga bordik. Kun bo'yi ob-havo yaxshi bo'ldi. Biz kechgacha sayr qildik. Uyga kech keldik. Endi savol. Leyla вернулась домой. Leyla uyga kunning qaysi payti keldi? Вечером oqshom, dnем kunduzi, утром ertalab, вечером javobini belgilaymiz. Shu bilan чтение bo'limidagi ikkita savolga to'g'ri javob berdik. Pismo bo'limi yozuv. Bittagina savol bor. Shuning uchun bu savolda adashishimiz mumkin emas. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qib chiqib, tushirib qoldirilgan so'zni kiriting. Alisher приехал из Узбекистана. Alisher водитель. Alisher O'zbekistondan keldi. Alisher haydovchi. Впишите нужное слово в анкету. Anketaga kerakli so'zni kiriting. Как вас зовут? Ismingiz nima? Меня зовут Alisher. Ismim Alisher. Откуда вы приехали? Qayerdan kelgansiz? Я приехал из Узбекистана. O'zbekistondan kelganman. Кто вы по профессии? Kasbingiz bo'yicha kimsiz? Я yuqorida aytgandek водитель. Я водитель. Водитель so'zini yozamiz. Kichkina harf bilan mягкий znaklarni esdan chiqarmagan holda yani yozmaymiz, faqat водитель so'zini. Водитель. Chunki ya yozilgan. Ya'ni men haydovchiman degan ma'noga ega bo'ladi. Tushunarli? Tak, shu bilan pismo bo'limidagi bittagina savolga biz to'g'ri javob bergan bo'lamiz. Navbatdagi bo'lim leksika и grammatika bo'limi. Александр Сергеевич Пушкин родился летом. Александр Сергеевич Пушкин yozda nechinchi sanada tug'ilgan degan savol. E'tibor bering, savolni o'zida, shartida javob turibdi. Yoz fasli bo'lib turibdi. Va 3 ta variant. 6 июня, 6 iyun, 6 сентября, 6 sentyabr, 6 yanvarya, 6 yanvar. Sentyabr kuz, yanvar qish, bu yerda yoz fasli faqat 6 iyun. Shuning uchun mana shu birinchi 6 iyunyani belgilaymiz va kerak bo'lsa yozib qo'yamiz. Keyingi savol. Я люблю хорошую muzыку. Men yaxshi musiqani nima qilaman? Nima qilishni yaxshi ko'raman? Va 3 ta variant. Читать o'qishni, слушать tinglashni, смотреть tomosha qilishni. Albatta слушать tinglashni. Так, ikkinchi variantni belgilaymiz. Слушать. Keyingi savol. Скажите, есть семья? Aytingchi. Oilangiz bormi? Вы, вам, у вас. Mana shu yerda to'g'ri javob. Скажите, у вас есть семья? Aytingchi, sizning oilangiz bormi? Понятно, да? Скажите, у вас есть семья? Следующий вопрос. Вы не можете работать в России. Не получили разрешение на работу. Siz Rossiyada ishlolmaysiz. Ishga ruxsatnoma olmagansiz. Mana shunday savol. Siz Rossiyada nima sababdan ishlayolmaysiz? Va
Uchta variant. Чтобы uchun, потому что chunki, который qaysi biri. Потому что bog'lovchisi bo'ladi. Вы не можете работать в России, потому что не получили разрешение на работу. Tushunarli? Mana shu javobni shu yerga belgilaymiz va kerak bo'lsa yozib qo'yamiz. Shu bilan keyingi bo'limga, ya'ni История России bo'limiga o'tamiz. Россия tarixi bo'limi. Первый вопрос. 23 февраля в России отмечают. 23 fevralda Rossiyada qanday bayramni nishonlaydilar? Va 3ta variant. День народного единства, xalq birdamligi kuni, День защитника Отечества, xalq himoyachisi kuni, Рождество Христово. Rojdestvo bayramini. Vatan himoyachilari kunini belgilaydi 23 fevral kuni. Mana shu javobni belgilaymiz va bu savolga to'g'ri javob bergan bo'lamiz. Следующий вопрос. Какой город Российской Федерации называют второй столицей России? Rossiyaning qaysi shahrini Rossiyaning ikkinchi poytaxti deb ataydilar? Va 3ta variant. Екатеринбург, Владивосток, Санкт-Петербург. To'g'ri javob Санкт-Петербург. Следующий вопрос. Великая Отечественная война закончилась. Ulug' Vatan urushi nechanchi yilda tugadi? Va quyidagi javoblar. 1612-yilda, 1812-yilda, 1945-yilda. To'g'ri javob в 1945 году. Запоминаем, eslab qolamiz. Keyingi savol, 15 вопрос. Содружество независимых государств, то есть СНГ, было создано. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi nechanchi yilda tashkil topgan? 3ta yil. 1612, 1941, 1991 yil. 1991 yilni belgilaymiz va ushbu savolga to'g'ri javob bergan bo'lamiz. Следующий вопрос. Укажите флаг Российской Федерации. Rossiya Federatsiyasining bayrog'ini ko'rsating. E'tibor bergan bo'lsangiz, bundan oldingi variantlarda ham bu savol bor edi. Bu savol har bitta variantda bor. Shuning uchun eslab qolamiz. Oq, ko'k, qizil bayroq bu Rossiyaning bayrog'i. Keyingi bo'lim, oxirgi bo'lim, основы законодательства Российской Федерации. Rossiya Federatsiyasining qonunchilik asoslari bo'limi. Первый вопрос. Какое право Конституция Российской Федерации гарантирует иностранному гражданину на территории Российской Федерации? Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasi Rossiya Federatsiyasi hududidagi chet el fuqarosiga qanday huquqni kafolatlaydi? Избирать в органы государственной власти, davlat hokimiyati organlariga saylash, трудиться, выбирать rod занятий, mehnat qilish, mehnat faoliyat turini tanlash, занимать государственные должности, davlat lavozimlarini egallash. To'g'ri javob ikkinchi variant. Трудиться, выбирать rod занятий. 18 savol. Имеет ли иностранный гражданин право приобретать недвижимое имущество на территории Российской Федерации? Xorijiy fuqaro Rossiya Federatsiyasi hududida ko'chmas mulk sotib olish huquqiga egami? Имеет ega, не имеет ega emas, только с разрешения суда, faqat sud roziligi bilan. To'g'ri javob имеет ega. 19 вопрос. Имеет ли право иностранный гражданин вступить в брак на территории Российской Федерации? Tarjimasi. Xorijiy fuqaro Rossiya Federatsiyasi hududida nikohdan o'tish huquqiga egami? Да, Да, но только с гражданками Российской Федерации. Faqat Rossiya Federatsiyasi fuqarolari bilan. Нет, yo'q. To'g'ri javob да. 20 вопрос.
Какую цель въезда нужно указать в миграционной карте, чтобы получить patent? Patent olish uchun migratsiya kartasida qaysi kirish maqsadini ko'rsatish kerak? 3 ta variant. Отдых dam olish, работа ish, частная xususiy. Работа javobini belgilaymiz va ushbu savolga to'g'ri javob bergan bo'lamiz. Для получения патента иностранный гражданин предоставляет в уполномоченную организацию документы в течение. Patent olish uchun chet el fuqarosi vakolatli tashkilotga hujjatlarini mana shu muddat ichida taqdim etadi. 30 taqvim kunlarida, 20 taqvim kunlarida, 20 taqvim kunlarida. Mana bu yerda ikkita bir xil javob bo'libdi, lekin to'g'ri javob 30 taqvim kunlarida taqdim etishi kerak. Va 3-variantning oxirgi savoli. Иностранный гражданин, не покинувший территории Российской Федерации в установленный срок, подлежит депортации. Верно ли это суждение? Belgilangan muddatda Rossiya Federatsiyasi hududidan tark etmagan chet el fuqarosi deportatsiya qilinishi kerak. Bu fikr to'g'rimi? Ikkita javob. Verna to'g'ri, neverna noto'g'ri. Biz verna javobini belgilaymiz va ushbu savolga to'g'ri javob bergan bo'lamiz. Xo'sh, siz imtihonga kirdingizmi? Sizga nechinchi variant tushdi? Va siz 22 ta savoldan nechta savolga to'g'ri javob berdingiz? Albatta muhokamada yozib qoldiring. Bizni qaysi shahardan kuzatyapsiz? Demak, 3-variantni 22 ta savolni o'rganib chiqdik va ushbu savollarga to'g'ri va to'liq javob berishni bilib oldik. Sizlar bilan ustoz Aziza Azamatovna bo'ldi. Video darslik foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'ying. Keyingi video darslikda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.